Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga pedagogika psixologiya fani 14-ma'ruza mavzusini tushuntirib o'tamiz. Pedagogika psixologiya fani haqida biz sizlarga juda ham ko'p har turdagi har xil mavzuni faoliyatlarini chuqur tushuntirib o'tyapmiz. Sababi pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi bo'lgan mutaxassislar, ya'ni texnik yo'nalishda o'tilayotgan mana shunday pedagogika psixologiya fani ham har bir mavzusi o'qituvchilar uchun, ya'ni maktab tizimida, ta'lim tizimida foydalanish uchun juda katta rol o'ynaydi. Bular haqida atroflicha gapirib o'tdik. Bugungi kundagi 14-mavzumiz ham aynan pedagogik faoliyatning bir bo'g'ini hisoblanadi. Bugungi mavzuni tanishtiradigan bo'lsam, ijtimoiy xulq, motiv va motivatsiya. Bu mavzuni mohiyati nima, maqsadi nima? Bu mavzu motivatsiya o'quvchilarga qanday yordam beradi, turtki beradi, bular haqida gaplashib o'tamiz. Rejalar bilan tanishtiradigan bo'lsam, motivatsiya haqida bugungi birinchi rejamiz. Ikkinchi rejamiz motivatsiya haqidagi bugungi kundagi allomalarni qarashlar. Uchinchisi sobiq sovet va g'arb olimlarining motivatsiya haqidagi qarashlarini biz atroflicha sizga tushuntirib o'tamiz. Motiv nima? Bu motiv bu turtki, ya'ni biron bir faoliyatga o'quvchilarning, ya'ni qaysidir mana ijod, shoir bo'ladimi, qaysi kasb tanlaydi, bu hokim bo'ladimi, bu qishloq xo'jaligi sohasi, kimyo sohasi, biologiya, harbiy qaysi sohadan ketishdan qat'iy nazar, ya'ni har bir kasbga bugungi kunda ustozlarimiz qiziqtiradi. Ya'ni birinchi boshlang'ich bilimlarini qaysi fanga ketishdan qat'iy nazar bugungi kunda ustozlarimiz tushuntirib beradi va o'quvchilarning yuragida, uning qalbida boshlang'ich bo'lgan fikrlarni albatta ustozlarimiz uyg'otadi. Shuning uchun mana rejada biz g'arb davlatlarini ham qanday motivatsiyaga qo'ygan bilimlarini, qanday e'tibor, ta'limda qanday e'tibor berganligi haqida biz gapirib o'tyapmiz. Motivatsiya haqida gapiryapmiz. Mana motivatsiya bu nima ekan? Albatta har bir mavzudagi o'quvchilarning dunyoqarashini, har bir fanga bo'lgan, har bir mavzuga bo'lgan, har bir o'zidagi yangilikka intilish uchun motiv, turtki, hayajonlarini o'sha yo'qotib, bugungi kunda erishish yo'lidagi o'sha maqsadlariga erishish uchun turtki bo'luvchi bu motiv hisoblanadi. Motivatsiya bu odamlardagi o'sha yod, ya'ni qotib qolgan fikrlarni yo'qotish, ya'ni zamonaviy fikrlash, kognitiv harakat, kognitiv bilim, ijodkorlikdagi to'plash bilimlari, odamning bugungi kundagi har bir hayotga munosabati, xohishi, qiziqishi, irodasi, ya'ni bugungi kundagi har bir bolalarga bugungi kunda zamonaviy kasblar bilan biz motivatsiyani haqida bog'lab, qiziqtirib tushuntiradigan bo'lsak, o'quvchilarga juda katta motivatsiya beradi. Asosiy motivatsiyani bugungi kunda ustoz beradi. Ya'ni uni bir hayotiy bir narsalarga bog'lab, iqtisodiy samaradorligini statistikalar bilan bog'lab tushuntirib bersa, ya'ni o'quvchilar motivatsiya, ya'ni qiziqishi bugungi kunda albatta uning ruhlanishi orqali, qiziqishi orqali, dunyoqarashi o'zgarishi orqali juda katta turtki beradi. Endi faqat motivatsiya haqida olimlarning qarashini biz ozmoq tushuntiradigan bo'lsak, olimlar bugungi kunda har bir fanda yoki mavzuda, har bir rejada yoki asosiy qismida tushuntirayotganda har bir o'quvchi haqida bugungi kunda tarixning eslatib bugungi kundagi zamonaviy dunyoni qurishda motivatsiya aynan bugungi kunda kerakligini juda katta o'zining asarlarida, rejalarida, kitoblarida, darslarida yoki bugungi kundagi pedagogik yangiliklarni tushuntirishda juda katta yo'llarni ko'rsatib, tushuntirib o'tishgan. Endi sobiq sovet g'arb olimlarining motivatsiya haqidagi qarashlari deb reja berdik. Bular nima? Bular albatta bu rejamizda ham mana shunday olimlarning tarixda ham oldingi ruhlanishini, ya'ni uzoq irodali bo'lib kasbga yetib borib o'zini maqsadiga erishish uchun o'quvchilarda juda katta mexanizm ishlab chiqish kerakligini, ya'ni bolalarda bugungi kunda aynan mana motivatsiya yetishmasligini, odamlardagi kasbga qiziqish uchun odamda qo'shimcha o'quvchilarga yoki talabalarga, tinglovchilarga so'z berish kerakligini, so'rash kerakligini, ulardagi ichidagi faoliyatini o'rganib chiqib, motivatsion yo'l berish kerakligini, o'qituvchi bu haqida aynan o'zida motivatsiyalar, yo'llar ishlab chiqishini g'arb olimlarimiz ham albatta tarixda isbotlab o'tishgan. Bular haqida aynan kitoblarida, asarlarida muammolarni keltirib chiqarishgan. Bu muammolar o'quvchilarni himoya ta'limdagi yoki o'zini kasbini egallashda qanday qilib uskuna sifatida yoki yo'l, ilm sifatida chiziqlar orqali yoki harakatlar orqali etap tomonlarini ilmiy asosda bular metodologiyasini ishlab chiqishgan va o'zlarining fanlarida tushuntirib o'tishgan.
Motivatsiyani tashkil qiluvchi omillar bular xohish, o'quvchilarning xohish paydo bo'lishi. Albatta o'qituvchi bugungi kunda juda ham chiroyli bir yuqori kayfiyat bilan kirish kerak bo'ladi va albatta mana shu narsani uyg'otish uchun motivatsiyani tashkil qiluvchi biz omillarni tushuntirib o'tamiz. Bular xohish, faollik, motiv va faoliyatdan iborat bo'ladi. Bular haqida rejalarimizda alohida to'xtalib o'tdik va xohish o'quvchilarning paydo bo'lishi, faollik ya'ni bu intilishi har bir o'quvchida paydo qila olishimiz, motiv bu o'zidagi xohish intilishini aniq bir ro'yobga kelishi, faollik va o'quvchilarning o'zaro ichlarida ham bir-biri bilan faollik shakllanishi orqali biz kuchli motiv tashkil qila olishimiz mumkin bo'ladi.